Atigi 350 mingga 3 mahal ovqati bilan shunaqangi mazza joyda dam olishingiz mumkin degan reklamani ko'rib, biz ham Shosh Garden Resortga uchib yetib keldik. Xonalari akkuratni, top-toza ekan. Xolodilnik, tefal, televizor, konditsioner, Wi-Fi ishlab turibdi. Mana bu galoktigini ochdik, kattagina spalni bo'lar ekan. Ustiga choyshab, ko'rpalar ham berishar ekan. Zavtrak rostdan shvedskiy stolmikin deb pastga tushsak, haqiqatda og'zim ochilib qoldi. Yo'q narsani o'zi-yu yong'oq magizdan tortib somsalagacha pishirib qo'yishibdi. Nima yegiz kelsa, tanlab xohlagancha tarelkangizga savol urarkansiz. Kofe, choylarni ham o'zingiz xohlagancha damlab ichaverasiz. Abedga issiqini первый второй berishar ekan. Ujindagi ovqatligi ham yaxshi go'shtlikkina ekan. Bolalaringiz ochiq bassenda maza qilib suzishayotganda tepadagi xonangizdan ularni bemalol kuzatib tursangiz bo'lar ekan. Katta bolalarni PlayStationga, churvoqlarni детский plashadkaga kirgizib olib, o'zim ham mazza qilib dam oldim. Ayollar cho'g'lamas ekan-da deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. Ayollar uchun отдельно saunali yopiq basseyni ham bor va bu shu summani ichida. Yele. Xullas, oilaviy dam olishga chiqmoqchi bo'lsanglar, bu summaga bundan zo'r joy topa olmasanglar kerak. Manzili ham zo'r joyda, Bochkani yonginasida. Bu narsa kerak bo'lib qolsa, oraliq 100 metrda katta supermarket ham bor ekan. Siz bu joyga kim bilan kelmoqchisiz? Videoni o'sha insonga yuborib qo'ying.